Har bir farzandning ota-ona oldida bajarishi shart bo'lgan majburiyatlari bor. Xuddi shunday ota-onalarning ham bolalari voyaga yetguniga qadar ularni tarbiyalashi, boqishi, ilmu hunarli qilishi kerak bo'lgan vazifalari mavjud. Ammo ana shu burchini unutib voyaga yetmagan farzandlari ta'minoti uchun berishi kerak bo'lgan pullarni to'lamay qochib yurgan otalar ham yo'q emas oramizda. Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanida o'tkazilgan sud majlisida mas'uliyatini unutgan otalarga javobgarlik belgilandi. Jinoyat ishlari bo'yicha Shahrisabz tuman sudida bo'lib o'tgan sud majlisida aliment to'lashdan qasddan bo'yin tovlagan 10 nafar qarzdor otalarga nisbatan yig'ilgan hujjatlar ko'rib chiqildi. Ular davlat ijrochilari tomonidan bir necha bor ogohlantirilganiga qaramay, o'z farzandlari haqini ko'p vaqtdan buyon to'lamasdan kelishayapti. Qarzdor otalarning bu noqonuniy harakatlari qonun doirasida ko'rib chiqildi. Sud jarayonida ota-onalarning gap so'zlari tinglanar ekan, arzimas bahona va sabablar bilan ularning ajrashgani, bugungi kunda ayro yashab kelishayotgani, farzandlarning esa kunda va kunora ikki tomonga qatnab ovora-yu sarson bo'lishlari singari fikrlar yig'ilganlarning diqqat va e'tibor markazida bo'ldi. Bugungi bo'lib o'tgan sud majlisida jami 10 nafar qarzdor otalarning ma'muriy javobgarlik masalasi sudda ko'rib chiqildi. Ularning 6 nafari sud jarayonida o'z majburiyatlarini anglab yetib, qarzdorlikni to'liq bartaraf etdilar va ma'muriy ish yurituvi tugatildi. Shuningdek, qolgan 6 nafar qarzdor otalarga esa 15 sutkagacha bo'lgan ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Aytish mumkinki, majburiy ijro byurosi, shuningdek huquqni muhofaza qiluvchi organ vakillari, mahalla fuqarolar yig'inlari hamda aloqador soha vakillari hamkorligida olib borilgan amaliy ishlar natijasida yil boshidan buyon bir necha o'nlab oilalarni yarashtirishga erishildi. Farzandlar o'z otalari bilan yana qayta muloqotga kirishdi. Ishsiz yurgan qarzdor otalar ishga joylashtirildi. O'z navbatida oilalarning daromad manbalari tiklandi. Biroq afsuski, barcha ham o'z burchini to'liq anglab yetayotgani yo'q. Aliment to'lovidan bo'yin tovlayotgan, farzandlari, jigarbandlari haqini vaqtida to'lamay kelayotganlar ham bor. Xulosa qilib aytganda, ana shunday otalarga nisbatan shu kuni sudning qonuniy hukmi o'qildi. Bu choralar jazo emas, balki farzand manfaatini himoya qilish, ota burchini eslatish maqsadida amalga oshirildi. Yana bir ma'lumotni aytish joizki, yil boshidan hozirga qadar Shahrisabz tumanida 87 nafar qarzdor otalar ma'muriy, 8 nafari esa jinoiy javobgarlikka tortildi. Bu qonun ustuvorligini amaliy ifodasi, bolaning haqi va huquqini himoya qilish yo'lidagi qat'iy qadamdir. Bu kun Akbarali Xudoyberdiyev, Javohir Kengboyev, Qashqadaryo.